Okay, okay. Hop, September course. September course'da nimalar bo'ladi? Ha? Hop, September course'da hozir seshanba, uh, seshanba, uh, payshanba va shanba kunlarida soat 20:00 da jonli darslar. Okay? Jonli darslar bo'ladi. Tushundingizlarmi? Hop, dushanba, chorshanba, juma kunlarida bonus lesson, ya'ni bonus video lessons beriladi. Ikkitadan. Ya'ni kuniga ikkitadan yana alohida bonus lesson beriladi sizlarga, ya'ni video darslar beriladi. Buni ham ko'rib bemalol analiz qilib chiqsanglar bo'ladi. Undan keyin har dars tugaganda homework beriladi. Ya'ni har dars tugagandan keyin homework beriladi sizlarga. Tushundingizlar? Xo'sh, endi keyingisi. Xo'sh, bu kursda hop, 0-0dan bo'ladi. Okay, 0-0dan bo'ladi. Hop, plan bo'yicha, hop, planimiz men sizlarga guruhga tashlab qo'yaman u planni. Plan bo'yicha bo'ladi darslar. Ana shu plan bo'yicha ketamiz. 2 oy davomida darslar bo'ladi. Va sentyabr examgacha ham qo'shib o'tib beramiz. Ya'ni sentyabr imtihonigacha ham qo'shib o'tib beramiz. Tushundingizlar? Ya'ni xullas mana shu ko'rinishda September kurs davom etadi. Endi xo'sh, buni men screenshot qilaman-da. Guruhimiz tashladim. Xo'sh. Endi demak. Xo'p. Xullas, mana shu ko'rinishda davom etadi. Ko'rgan bo'lsanglar, okay, mana shu ko'rinishda davom etadi. Endi xo'p, biz bugun o'tadigan darsimiz. Xo'sh, buni bunday qilaman-da. Bugun o'tadigan darsimiz biz sizlar bilan hop, speaking part 1.1 speaking bo'ladi. Okay, speaking bo'ladi. Bu haqida to'liq ma'lumot beraman birinchi o'rinda. Okay, birinchi o'rinda to'liq ma'lumot beraman. Speaking qanaqa, nima qilish kerak, qanaqa qilib o'stirish kerak, keyin alohida partlarga sekin yondashishni boshlaymiz. Tushundingizlar? Xo'p. Endi multi level speaking doq qilamizda. Buni bundoq qo'yaman. Xo'p, multi level speaking bizda bundoq qilaman-da. Hop, 4 parts speakingda 4 ta part bo'ladi. Bilasizlar buni, 4 ta part. Buni hammasi A2dan C1 gacha bo'ladi. Okay, A2dan C1 gacha bo'ladi. Siz mana shu partlardan birma-ketin o'tib turib, qiyinlashib boraveradi. Ya'ni bir oson, bir qiyin, 3 undan ham qiyin. Xullas shunaqa. Ya'ni birma-ketin sekin qiyinlashib boraveradi. Xo'sh, endi keyingisi. Hop, parts. About parts. Ya'ni partlar haqida gapirishadigan bo'lsa, hop, qarab turing. Speaking parts 1.1 bor. 1.1, part 1.2, part 2, and then part 3 bor. Okay, part 2 and then part 3. Now here, part 1.1 haqida birinchi o'rinda gaplashamiz. Okay. Part 1.1 A2 leveldagi savol turib bo'ladi. Okay, bunda 3 questions.
uchta savol. 5 seconds for prep. Tayyorgarlik ko'rish uchun 5 sekund plus survey seconds for answer. Ya'ni javob berish uchun qancha ekan? 30 sekund ekan. Okay, javob berish uchun 30 sekund. Ya'ni bu degani 5 sekund tayyorgarlik ko'rasiz. Okay, 5 sekund tayyorgarlik ko'rasiz. 30 sekundni ichida siz javob berishingiz kerak. Okay, 30 sekundni ichida siz javob berishingiz kerak. Shunda siz haligi sizdan so'ralgan narsani aniqroq va aniqroq gapira olasiz. Okay? A minute hozirmanda. Shuni zaryadga ulab qo'yay, qo'shib qolar ekan. But okay. And then bunda sizda mana bu 3 ta savolni qanaqaligini ko'ramiz. 3 ta savol, 3 questions are about the candidate. It's candidate. Ya'ni kandidat haqida qandaydir bir ma'nodagi narsa bo'ladi. Sizni bilmoqchi bo'lib haligi qilishadi. So'rashadi savol. Misol siz kim bilandir tanishmoqchisiz. O'sha paytda siz beradigan savollaringiz bilan bir xil bo'ladi. For example, notanish odamga siz beradigan savolingiz, misol o'qiysizmi bo'lishi mumkin, to'g'rimi? O'qiysizmi yokida ishlaysizmi? Okay? Yokida what else? For example, knock qilamizda. For example, do you work or are you a student? Mana shu oddiy savol misol. Mana shunga o'xshagan savol turlariga siz e'tibor berasiz. Ya'ni sizga berishadi o'shani. Xo'p, endi pastga tushimizda. Xo'p, bunda xo'p, qarab turing. Studentlarning qiladigan mistake. Birinchi o'rinda studentlarning qiladigan mistake don't use time consumers. Okay, ya'ni time consumerlarni ishlatmaslik kerak. Time consumer nima degani? So, time consumer I want to talk about deb boshlaydi ba'zilar. Yokida nima bo'lishi mumkin yana? Qanaqasini bilasizlar? For example, if I like to talk about mana xullas mana shunga o'xshagan time consumer, ya'ni vaqtni o'g'irlaydigan so'zlardan foydalanish eng katta mistake. Okay, ana shuni ishlatmanglar. Okay, ana shuni ishlatmanglar. Ishlatsalar o'zingizlarga zarar. Okay, ishlatsalar o'zingizlarga zarar. Sizlarni balinglarni tushirib yuboradi u. Endi nimaga tushiradi? So for example, nimaga tushiradi desangiz, chunki o'sha birida sizda oddiygina nima deydi endi, misol 30 sekundgina vaqt bergan xolos, birinchi o'rinda 30 sekund vaqt bergan. 30 sekund vaqt bergan. Undan tashqari sizlarni shu 30 sekundning ichida siz qo'lingizdan kelganicha ana bu savolga to'liq javob berib bo'lishingiz kerak. Bu ikki. O'shaning uchun siz bunga o'xshagan time consumerlardan foydalanishingiz xato bo'ladi. Okay? Time consumerlardan foydalanishingiz xato bo'ladi. Siz foydalansangiz ham sizga hech qanaqa plyus bermaydi. Ya'ni menga o'xshagan gaplar. Okay? O'shaning uchun uni o'rniga
Uh, instead, 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 uni o'rniga siz direct answer bering. Ya'ni ga javob bering. Okay? Xo'p, endi qarab turing. Birovlar haqida endi maf'ul tushuncha beraman sizga. How to speak in part 1.1. Ya'ni part birovlarda qanaqa qilib gapirish kerak? Qarab turing. Birinchi o'rinda direct answer ga javob, ya'ni to'g'ridan-to'g'ri javob berasiz. Ikkinchisi explanation, ya'ni explain qilasiz. Explain qilishingiz kerak. Okay? Ya'ni tushuntirib bering. Okay? Tushuntirib berishingiz kerak. Okay? Xo'p, keyingisi example, misol keltiring. Mana shu ko'rinishda gapirasiz. Speaking part birovlarda. Endi buni qanaqa qilib gapirish kerak? For example, endi buni qanaqa qilib gapirish kerak? Buni ham to'g'ri gapirishni bilish kerak, to'g'rimi? Xo'p, endi buni gapirishda siz qiladigan ishingiz, now look, direct answer degani, direct answer, yes, no degan ma'noda bo'ladi. For example, do you like pets? Ya'ni senga petlar yoqadimi? Or yes, I do. Yoki-da yes, yes, of course. Mana. Okay? Mana shu oddiy direct answer bo'ladi. Okay? Yes, no ko'rinishda. Tushundingizmi? Ya'ni sizga oddiy savol beradimi? O'sha paytda siz to'g'ri oddiy javob berishingiz kerak siz. Okay? Tikka javob berishingiz kerak. Bo'lmasam bo'lmaydi. Okay? Tikka javob berishingiz kerak. Okay? Xo'sh, keyingisi. Bundoq qilamizda explanation. Explanationni qanaqa qilib? Bu because degan. Ya'ni tushuntirib berishingiz kerak. For example, do you like pets dedim. Do you like pets? Yeah. Endi yes, I do dedingiz. Because they are so cute. So, mana bu explanation deyiladi. Tushundingizmi? Mana bu explanation. Xo'p. Endi undan keyingisi. Example. Ya'ni misol ko'rinishda. For example deb boshlaysiz. Okay. Xo'p, for example dedingiz. Because they are so cute dedingiz. Undan keyin mana. For example, I have one cat. So, mana shu. Direct answerni ya'ni tikka javob berishni eng to'g'ri yo'llaridan biri shu bo'ladi. Okay? Eng to'g'ri yo'llaridan biri shu bo'ladi. Bo'lmasam siz har xil yo'lda gapirib yuborishingiz mumkin-da. U xato bo'lib qoladi, ko'p holatlarda. Xato bo'lib qoladi. O'shaning uchun siz mana shu men aytgan ko'rinishda gapiraman. Guruhga ham, kanalga ham tashlab qo'ydim. Hop, guruhga qani? Bo'lib ketyapti guruhga ham. Xo'p. Siz mana shu ko'rinishda gapirishingiz kerak xullas. Okay? Mana shu ko'rinishda gapirishingiz kerak. Siz bundan boshqa ko'rinishda gapirsangiz, siz anchagina xato qilib qo'yishingiz mumkin. Shuning uchun kamroq bo'lish ehtimolingiz yuqori bo'ladi. Okay? Yuqori bo'ladi. Shuning uchun men sizga aytyapman, mana shu direct answer degan ko'rinishda men ko'rsatgan, men aytgan ko'rinishda to'g'ri gapirsangiz, and then it will be much more easier. Okay? O'zingiz uchun ham ancha oson bo'ladi. Tushundingizlar? For example, do you work or are you a student? Student. Yep. Ishlaysanmi, o'qiysan? Direct answer. Explanation yoki describe. Tushuntirib bersangiz ham bo'lardi, xohlasangiz. Ba'zi savollarni tushuntirib bermayman-ku, o'shalarni tasvirlab berasiz endi, okay? Oxirida example.
Hop, endi bu qanaqa bo'ladi? For example, do you work or are you a student? I am a student. Mana shu tikka javob bo'ladi. Explanation yoki describe. Nimagaligini tushuntirib bering yoki tasvirlab bering. Menimcha tasvirlash osonroq bunda. Cool. Siz beradigan oddiy javob. Example. Endi mana school haqida. My school is located in the center of our city degan javob. Oddiygina mana. Mana shu ham mana haligi eng sizga muqobil bo'lgan, yaxshi bo'lgan variant shu gapirish bo'yicha, okay? Bundan boshqa variantda gapiradigan bo'lsangiz, okay, bundan boshqa variantda gapiradigan bo'lsangiz, sizda sal qiynalish bo'ladi, gap topa olmaysiz va hokazo va hokazo, okay? Mana shu ko'rinishda gapirsangiz sizga ancha oson bo'ladi. Tushundingizlar? Hop. Yana misol, for example, what do you do on weekends? Dam olishga nima qilasan? Direct answer, explanation, describe, example. Mana. Hop, direct answer. Direct answer. Sorry. Hoş, direct answer, for example. What do you do on weekends? I play football. Mana shu oddiy gap. Oddiy eng to'g'ri javob, eng qisqa va eng to'g'ri siz beradigan javob bo'ladi. Okay, B2 ga ham, C1 ga ham. Okay, even C1 ga ham. B2 ham, C1 ham. Tushundinglarmi? Explanation, endi I play football ga explain. I play football with my friends. Okay, because it helps me to unwind. So oddiygina. Ikkalasidan bittasini aytdingiz. In the example, for example, I play football with my friends every Saturday. Okay? Saturday. Hop. Har shanba kunlari biz nima qilib turamiz? Futbol o'ynab turamiz, for example deb aytyapman. Hop, endi mana shu ko'rinishda sizda eng to'g'ri javob bo'ladi, okay? Mana shu ko'rinishda gapirsangiz, it will be much more easier for you. Ya'ni o'zingiz uchun birinchi o'rinda haligi osonroq ham bo'ladi-da. Okay, osonroq ham bo'ladi. Nima bo'ladi? Qiynalmaysiz ham gapirishga, gap topishga. Ketma-ketlikni bilasiz nima deb gapirishni. Ketma-ketlikni bilasiz nima deb gapirishni. Hop. Ya'ni aniq bilasizki, qaysi ketma-ketlikda siz gapirishingiz kerak. Misol, direct answer, explanation and an example, and then va hokazo. Okay? Mana shu ko'rinishda ketishni bilasiz, siz aniq bilasiz. Qaysi ko'rinishda gapirishingiz kerakligini ikkilanmaysiz, tutilmaysiz. Boshida qiyin bo'ladi. Undan keyin, okay, undan keyin sizga osonroq bo'ladi. Okay, undan keyin sizga osonroq haligi speaking birni o'zida A2 levelni yorib chiqasiz. Okay? Mana shu ko'rinishda gapirib. A2 levelni yorib chiqasiz. Xo'sh. Bundan keyingisi. Hop, bir uchun hozircha shu mana shu oddiy example. Mana shu ko'rinishda hozircha shu. Endi 1-2 ga qaraymiz. Okay, 1-2 ga o'tamiz. 1-2, 2-3 ni tushuntirib o'tib ketaman. Unaqaligi hozir mana 1-1 ga o'xshab bunchalik chuqur ketmaymiz unga. Tushuntirib o'tib ketaman. And then 1-1 ga yana bir qo'l qaytamiz. Okay? Hop, 1-2. Okay? 2 images plus 3 following up questions. Ikkita rasm, 3 ta tagida savol bo'ladi. Okay?
Ya'ni ikkita image bo'ladi, 3 ta tagida savol bo'ladi. Tushundingizlar? 3 ta tagida savol bo'ladi. Xo'p, endi bu qanaqa ko'rinishda bo'ladi? Men hozir sizlarga screenshot qilib ko'rsataman. Okay? Xo'sh, a minute. 1 minute. Where was that? It was here. Okay, mana. Menimcha ko'rindi, mana. Xo'p, ikkita savol, ikkita rasm va tagida mana 3 ta savol. Okay, ikkita rasm, 3 ta savol. Endi bu qanaqa ko'rinishda javob beriladi bunga? Xo'p, birinchi o'rinda there are two images, two different deyildi, two different. Ya'ni har xil different images, har xil imagelar bor, ya'ni ikki xil rasm, mana ikki xilda rasm, to'g'rimi? O'rtasida qiz, o'rtasida bolalar, qizlar o'tirib. Hop, there are two different images, but they are in the same topic. Lekin ular bir xil mavzuda. Bu opa ham o'tirib o'qiyapti, bu aka-opalar ham o'tirib o'qishyapti. Demak, bizda gap o'qish haqida ketyapti. Okay, o'qish haqida ketyapti. Xo'p. Keyingisi. First question is describe images. Har doim birinchi savol, speaking part 1-2 da birinchi savol har doim rasmlarni tasvirlab ber degan ma'nodagi savol bo'ladi sizda. Okay? Endi rasmlarni tasvirlab ber deb savol so'radi sizdan. Siz o'sha savollarga javob berishingiz kerak. Okay? Siz o'sha savollarga javob berishingiz kerak. Bir ketadi savollar. Misol, birinchi savol aniq bo'lmaydi har doim. Bilasizlar, 2-3 abstract bo'ladi. Mana shuni yozib qo'yamanmi? Hop. The second and third questions are abstract. Abstract. Ya'ni mavhum bo'ladi, bilmaysiz. Noaniq. Ya'ni aniqligini bilmaysiz, qanaqa savol tushishini. Okay? Lekin birinchi savol har doim describe the images bo'ladi. Tushundingizlar? Hop. Students mistake. Studentlarning qiladigan mistake bunda. Describing only the first picture or don't speaking about the difference. Ya'ni studentlar ikkita mistake qiladi, asosan studentlar. Qanaqa mistake qiladi? Birinchisi faqatgina birinchi yoki ikkinchi rasmni o'zini, ya'ni bitta rasmni o'zini describe qilib beradi. Yo mana bir yo ikkini. Okay? Endi keyingi qiladigan mistake bu differencelar haqida gapirmaslik, ya'ni farqlari haqida gapirib o'tmaslik. Bu eng katta mistake'lardan bittasi. Studentlarning mistake'laridan bittasi. Okay? Hop. The next one. Keyingisi. Hop, speaking part 1-2 da, speaking part 1-2 da sizga. Hop, first questionga, birinchi savolga 10 seconds for prep plus survey seconds for answer. 30 sekund sorry seconds deb qo'yman. I'm sorry, 45 bo'ladi. Hop, 45 sekund javob berishga 10 sekund o'sha beradigan javobingizga tayyorlanishingizga. Tushundingizmi? Ya'ni mana 10 sekund tayyorlanib olasiz, mana rasmni ko'rib olasiz. Okay, mana rasmni ko'rib olasiz. Undan keyin mana shu rasmni, mana birinchi savol ko'ryapsizlar, describe these pictures. Mana shu savolga, ya'ni tasvirlash degan savolga 45 sekund ichida gapirishingiz kerak. Ya'ni 45 sekund ichida siz ikkita rasmni ham tasvirlab bo'lgan bo'lishingiz kerak. Okay? And that is the case. Okay, that is the case. Mana shu ko'rinishda tasvirlashinglar kerak. Ya'ni sizlarga option 45 sekund vaqt beriladi birinchi savolni o'ziga. Tushundingizlar? Hop. Keyingisi ikkinchi
plus third questionlarga, savollarga. Hop, 5 seconds for prep. Tayyorgarlik uchun 5 sekund, 30 sekund for answer. Javob berish uchun 30 sekunddan vaqt beriladi. Ikkalasiga bu. Ikkalasiga, ya'ni ikkinchi va uchinchi savolni ikkalasiga. Tushundingizlar, ikkalasiga bo'ladi bu narsa. Hop. I'm sorry. Xo'sh, endi look. Look. Hop. Bunda ko'rsataman, mana qarab turing. Mana bu ikkita rasm. Ikkalasi ham ikki xil rasm. Chunki ikki xil feature borda bu yerda, ikki xil detallar bor. Lekin ikkalasi ham bir xil mavzuda. Ya'ni mavzusi bir xil. Bu nima degani desangiz, mana misol mana opa ham uyda o'tirib nimadir yozib o'qiyaptilar. Ya'ni darsda, как будто o'qishda. Bu tomonda, o'ng tomondagilar ham nima qilyapti? O'qiyapti. Demak, rasmni mavzusi o'qish haqida ekan. Siz gapingizni boshlanishda ana shu rasmlarni mavzusi o'qish haqida deb turib boshlab gapirib ketishingiz kerak. Okay? Gapirmasangiz sizga xato ko'rinishga yuradi. Okay? Ya'ni xato qilib qo'yganga o'xshab turasiz gapirmasangiz. Chunki gapirish kerak. Bekorga ikki xil rasmni bir xil mavzuda bermagan. Tushundingizlar? Bir xil mavzuda bermagan bekorga. Va shuning uchun deyapman men sizlarga ikkala rasmni mavzusini topib o'sha haqida gapirishingiz kerak. Qisqacha mana aytib ketyapman. Okay? Bu haqida hali o'tamiz. Prosta men sizlarga tushuntirish ko'rinishida aytib, o'tib ketyapman. Okay? Buni qanaqa tasvirlash kerak, qanaqa so'zlar, qanaqa gaplar, qanaqa idiomlar bor va hokazo va hokazo. Bularning hammasi haqida hali gaplashamiz. Okay? Hozirchalikka shu mana oddiy tushuntirib o'tib ketyapman. Shunda ham haligi tushunarli bo'lyapti. Might be. Hop, endi bo'ldi. Part 2. Xo'sh, endi part 2 sizda qanaqa ko'rinishda bo'ladi? Part 2 da sizda one image plus 3 one image, 3 questions. Bitta rasm, 3 ta savol bo'ladi endi sizda. Bitta rasm, 3 ta savol. Bu nima degani? Sizda bitta rasm turadi, mana men hozir sizga ko'rsataman. A minute. To'xtab turinglar hozir. Hop. Speaking mock. Where was that? Xo'sh. And then mana qaranglar. Hop, mana shu ko'rinishda bo'ladi speaking part 2. Hop, mana bitta rasm tagida 3 ta savol bo'lar ekan. Okay? Bitta rasm bo'lar ekan, nima bo'lar ekan tagida 3 ta savol bo'lar ekan. Okay? Xo'sh, endi qarab turing. Bunda lekin siz you don't have to describe the picture. Ya'ni rasmni tasvirlashinglar shart emas. Tushundingizmi? Rasmni tasvirlashinglar shart emas sizlarga endi bunda. Okay? Just start to answer questions. Savollarga javob berishdan boshlab ketaverasiz. Tushundingizlar? Okay? Ya'ni mana bu rasmni tasvirlamas ekansiz. Sirasi tagidagi savollarga javob berar ekansiz. Okay? Hop, endi bunda 1 minute for prep. Tayyorgarlik uchun 1 minut, 2 minutes for speech. 2 minut tayyorgarlik bo'lib olasiz. 2 minutni oralig'ida, okay, 2 minutni oralig'ida
gapirsangiz bo'ladi. Okay? 2 minut, ya'ni 1 minut 40 sekund, 45 sekund. Shunga o'xshab gapirsangiz gapirsangiz bo'ladi. Tushundingizlar? Ya'ni u 2 minutga olib borish kerak ekan, nimadir degan gaplarni gapirishsa sizga umuman ishonmang. Unaqa narsa yo'q. 2 minutga olib borsangiz, yaxshi bo'lishi mumkin. Yaxshi bo'lishi mumkin. Lekin 2 minutga olib borishga siz majbur emassiz. Okay? Majbur emassiz siz. Tushundingizlar? Okay? Xo'p. Endi xo'sh. Bunda speak I'm not there. Use complex grammar structures plus words. Ya'ni siz speaking part 2 da yaxshigina bal olmoqchi bo'lsangiz, qiyin so'zlar va so'z ana bu strukturalardan foydalansangiz yanada yaxshiroq bo'ladi. Foydalanishingiz shart demayapman, okay? Foydalanishingiz shart emas o'zi asli. Shart demayapman. Foydalansangiz nima bo'ladi? O'sasiz, okay? Part 2 dagi balingiz o'sadi. Ya'ni bu complex grammar structurelarni ham, so'zlarni ham biz o'tamiz sizlar bilan birga, okay? Sizlar bilan birga o'tamiz. O'shanda bitta o'rgatib ketaman. Qanaqa qilib gapirish kerak, qayerda ishlatish kerak, speaking part 2 da nimalar qilish kerak o'zi. Har bitta skillga alohida yondashamiz. Got it? Tushundingizlar? Xo'sh. Endi, xo'p. Mana shu part 2. Okay, ana shu part 2. Xo'sh, endi part 3 bizda. Part 3 bizda C1 level. Ya'ni C1 level olmoqchi bo'lgan odam part 3 da yaxshigina gapira olish kerak. Okay? Ya'ni misol 65 dan baland olmoqchimiz speakingda, part 3 da yaxshigina gapira olishingiz kerak. Okay? Men o'zimniki 69 chiqqan bo'lsa, bir marta 69, bir marta 67 chiqqan. Birinchisi 67, ikkinchisi 69 bo'lgan. Xo'p, ikkalasida ham ma template, ya'ni shablon ishlatganman. O'zim tuzib chiqqan shablonim bo'yicha kirib gapirib chiqqanman, 69 chiqqan. Men faqatgina part 3 ni o'zida shablon ishlataman. Shu paytgacha o'qitgan nechta o'quvchim bo'lsa, nechtasi rezultat olgan bo'lsa, nechtasi natijasi chiqqan bo'lsa, hammasiga podrяд part 3 ga men shablon berganman. Lekin part 1, 2 ga men umuman shablon bermaganman, chunki shablon bermayman. Chunki ularda rostdan gapirsa bo'ladi, oson. Ya'ni qiyin emas ular. 1, 2, 2. Ular qiyin emas. Okay? Asosiy sizni qiynaydigan qismi ana shu 3-qism. Ana shu 3-partga o'shanga men shablon beramiz. Tushundingizlar? Okay? Endi qarab turing. Bunda gapirish tartibi 1 minut tayyorgarlikka 2 minut gapirgan. Qanaqa nima narsani gapirasiz? Hozir men sizlarga ko'rsataman, qarab turing. Xo'sh, mana. Xo'p, mana. Sizga, qarab turing, sizga bitta mavzu berib qo'yishgan bo'ladi. Okay, bitta mavzu berib qo'yishgan. For example, advantages and disadvantages of video games on children. Bolalarga video o'yinlarini plus va minus tomonlari. Endi bu nima degan? Xo'p, one topic plus 3 pros and cons. Bitta mavzu bo'lar ekan sizda part 3 da. Bitta mavzu mana, advantages and disadvantages mavzu. Va u mavzuni tagida 3 ta plus va 3 ta minus tomoni bo'lar ekan. 3 ta qo'shiladigan, 3 ta qo'shilmaydigan tomoni bo'lar ekan sizda. Ana shular haqida siz nima qilishingiz kerak ekan? Gapirib chiqishingiz kerak ekan. Tushundingizlar? Okay? I guess it was understandable. Part 3 tushunarli bo'ldi. Mana shular haqida gapirib chiqasiz. Sizga 1 minut tayyorgarlik ko'rgani va 2 minut gapirgan. Men beradigan shablon ana shu 2 minutga yetadi. U shablon endi qarab turing. Shablon. Sizga C1 olib bermaydi agar o'zingiz part 1, 2 da yaxshi
gapirmagan bo'lsangiz. Tushundingizlar? Ya'ni birovi bir, ikkida yaxshi gapirmagan bo'lsangiz, cho'tka gapirib, B2 yoki C1 gapirmagan bo'lsangiz, part 3 da shablon ishlatganingizni foydasi yo'q. U shablonda qanchalik darajada C1 so'zlar ko'p bo'lsin, вообще qizig'i yo'q. Umuman siz topa olmaysiz. Okay? Ya'ni siz part 3da C1 darajadagi response bera olmaysiz. Okay? C1 darajadagi response bera olmaysiz. Got it? Shuning uchun part 3da shablon ishlatishdan oldin bilib qo'ying, 1 2da cho'tka gapirishingiz kerak. Okay? Cho'tka gapirishingiz kerak. Xo'p. Endi xo'p, mana shu part 3 bo'ldi. Okay? Mana shu part 3 bo'ldi. Shu ko'rinishda xullas gapirishingiz kerak part 3da. Okay? Okay. Xo'sh. Endi hozirgacha tushuntirganlarim understandable, guys. Tushundingizmi? Ya'ni hozir oddiy tushuncha berdim men sizlarga. Speaking haqida. Endi keyingi darslarda asosan har bitta partni bitta alohida qilib o'tamiz. Ya'ni bu nima degani desangiz, ya'ni bitta darsda speaking barobar, keyingi darsda listening, undan keyingisida 1-2, keyin listening part 2, 3, ashuna qilib sekin-sekin etap o'tib ketamiz. Okay? Ya'ni har bitta darsda alohida part bo'ladi. Va ana shu alohidadagi partga sizlarga homeworklar beriladi. Ana shu homeworklarni siz bajarib bizga tashlashingiz kerak. Okay? Xo'sh. Demak, tushunarli. Okay. Hop. Endi now look, men sizlarga part biroviga bitta structure beraman. Okay. Structure for part 1.1. Part birovi uchun bu dar bitta structure bor. Zo'r structure. Gapirish shu structuredan foydalansangiz anchalik yaxshi bo'ladi. Yaxshi response qilasiz. Okay? Hop, bu qanaqa structure? PPF degan structure. PPF ya'ni present, past, and then future. Bu qanaqa degan? Savolni, zamonini aniqlaysiz va o'sha zamondan boshlab gapirasiz. Bu nima degan? For example, do you work or are you a student? Ya'ni ishlaysanmi, o'qiysanmi degan ma'nodagi savol. Okay, do you work or are you a student? Savolimiz biza present tense da berildimi? Demak, present tense dan boshlaymiz. Nowadays I work as an English teacher at LC, ya'ni o'quv markazida. Endi bitta zamon pastga o'tamiz. Past. But in the past, lekin o'tgan zamonda I used to study at school for number 3. Endi kelajakni o'tamiz. Uchinchi ideya bu. And I am planning to study abroad after 2 years. Deb qo'ysangiz bo'ladi. Do you work or are you a student? Oddiy savol. Present tense
deb berilgan. Boshladik. Nowadays I work as a teacher, as an English teacher at Chelsea. But in the past I used to study at school when I was 3. And I'm planning to study abroad after 2 years. Mana. Ya'ni siz bu degani PPFda qana boshlar ekansiz? Hop, PPF. Hop. Nowadays, answer. Yani cevap berasiz. Birinchisi. Hop. But in the past, I use it to plus verb bir qo'llaysiz. Ya'ni verbni birinchi shaklini ishlatasiz. Second idea. Ikkinchi ideyani berasiz bunda. Okay? Hop, endi keyingisida maybe in the future after plus verb ing. Endi nimadir qilgandan keyin, balkim kelajakda nimadir, misol o'qish tugatgandan keyin, maktab ish tugatgandan keyin, uylangandan keyin, erga tekkandan keyin va hokazo. After doing something, I will plus verb bir. Endi bunda third idea, ya'ni uchinchi ideya bo'ladi. Tushundingizmi? Ya'ni speaking part bir uchun mana shu ko'rinishda sizga eng zo'r structurelardan bittasi. Okay? Eng zo'r structurelardan bittasi. Shu ko'rinishda mana shu structure to'g'ri foydalanib, to'g'ri gapirsangiz, shu structureda foydalansangiz sizga yaxshigina balo olib beradi bu ham. Chunki o'zim ham shundan foydalanaman-da. Okay? O'zim ham shundan foydalanaman. Ancha haligi ideyasi kelmaydigan odamlar uchun ancha yaxshi bu. Ya'ni savolga bir xil ko'rinishda yondasha olmaydigan odamlar uchun yaxshi. Ya'ni ikkita uchta bir-biriga o'xshash ideyani shunday tiqib olsa bo'ldi. Bitta respons chiqadi-da. Okay? Hop, yana misol. What do you do when you are free? Bo'sh bo'lganingda nima qilasan? PPF. Hop. Nowadays, I play CS:GO when I am free. Keyingisi, but in the past I used to play football with my friends. Keyingisi, maybe in the future after graduating my school, I will focus on my grades at university, on my GPA themselves. GPA in my university. Mana. Ya'ni bo'sh vaqtingda nima qilasan dedi. Bo'sh vaqtingda nima qilasan dedi. Bizga bergan javobimiz hozirgi kunda CS:GO o'ynayman bo'sh bo'lganimda. Lekin oldin shu do'stlarim bilan futbol o'ynab turardim. Balkim kelajakda maktabimni tugatganimdan keyin universitetimda GPA ballarim haqida o'ylasam kerak, men fokusimni qaratsam kerak bo'sh bo'lganimda deyapman. Okay? Tushunarlimi bu structure? Shundan bu structure-ni menimcha qiyinchiligi yo'q, lekin o'ta oson, o'ta zo'r tushunsa bo'ladigan, o'ta zo'r ishlatsa bo'ladigan structurelardan bittasi. Okay? Mana shu structuredan foydalansanglar, it will be much more easier for you. Okay? Ya'ni siz uchun ancha darajada osonroq bo'ladi. Okay? Osonroq bo'ladi. Haligi ideya kelmay qoladi deysiz-ku. Ideya kelmay qoldi menda, shunaqa gapira olmayapman, o'xshamayapti gapim va hokazo deb turgan paytingizda mana shu structuredan foydalansangiz sizga ancha oson bo'ladi. Plus ham bo'ladi sizga. Okay? Plus ham bo'ladi. Bir xillikdan qochasiz. Okay? Bir xil gapirib yurishdan qochasiz. Okay? Mashq ko'rinishda gapirsangiz. Tushundingizmi? Okay? Xo'p, bugun
Bugun men sizlarga shu haqida qisqacha misol birinchi kunligi darsimizni berdim. Okay, birinchi kunlik darsimizni berdim. Menimcha ancha tushunarli bo'ldi. Foydali ma'lumotlar ham menimcha bo'ldi. Yeah, I guess. Ho'p, yeah, that's it. That was our lesson for the day. Yeah. Misol bugun 50 minut bo'libdi-da. Yeah, darsimiz 50 minut bo'libdi. Xo'sh, yeah. Lekin 50 minutning ichida yaxshigina foydali narsaga erishdik deb o'ylayman, menimcha. Bera oldik deb o'ylaymiz. Yep. And yeah, that's it. That was our lesson for the day. And thanks for participating. And buguncha homework yo'q. Bugun homework yo'q. Ertadan 1-iyul lesidan boshlab sekin homework berish boshlaymiz sizlarga. Okay? Yep, that's it. That was our lesson for the day. And thanks for participating. Have a good night. Goodbye.